Mashalloh deb qo'yishimiz kerak. Juda ham zo'r xonadonimizga keldik. Juda ham zo'r elitni mahalla Toshkent shahar qoq markazidan sizlar uchun 3-2 sotuli xonadonimizni bugun to'liq obzorini qilamiz. Ko'chamizda Mirzo Ulug'bek tumani Shukur Burxonov ko'chasi bo'yida narxlarni oxirida aytib o'tamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. 400 kvadratli xonadonimiz va original Onyx toshlardan foydalanilgan barcha xonadonimizga mehmonxona va hol qismlari va ikkinchi qavatimizga общий hisobda 3 urindan tashkil topadigan xonadonimizni bugun sizlarga to'liq obzorini qilamiz. Holimizni ko'rishinglar mumkin. Xonadonimizga holimizdan kirganda asosiy binoga bitta kattagina holimiz bu yerda bo'ladi. Bu yerda garderobni joy va barcha xonalarimizda klimat tushab turadigan sistemalar ham barchasi o'rnatilgan va mehmonxonani ham ko'rishinglar mumkin. Like'ingizni bosib qo'ying, bizani kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Uy bozor Murod kanalida har doim sizlar uchun zo'r xonadonlarni har doim taqdim qilib boramiz. Kanalimizga ulanib olsanglar, shunaqa xonadonlarni qo'ldan boy berib qo'ymaysizlar. Yaqin orada shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin deb qolamiz. Mehmonxonamizda ham mana eshitishinglar mumkin. Original tosh, Onyx toshlar. Agarda kimda kam shunaqa toshli Onyx toshlar kerak bo'lsa, juda ham katta assortimentga boy Lider Stone do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Opsiyalarda joylarimizdan qoldiramiz. Tez kunlarda 100% ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Hozir davomida ham, hozirgi ish vaqtida ham u do'konimizda ishlab bormoqda. Endi qo'limiz bo'yicha uradigan bo'lsak, bizani umumiy bitta yuvinish xonasi bo'lyapti, hojatxonamiz. Ko'rishinglar mumkin, kattagina, kenggina bu yerda ham va asosiy holdan kirganimizda to'g'rimizda bizani oshxonamiz bo'ladi. Oshxonani ham ko'ryapsizlar, juda ham katta, kenggina qilib qo'yilgan va Hoffman brendidan texnikalar barchasi foydalanilgan. Bu yerda idish-tovoq yuvish uchun ham texnikalar qo'yib qo'yilgan, ko'rishinglar mumkin. Mutlaqo yangi, hali hech kim istiqomat qilmagan 100% to'pli pol 400 kvadratdan tashkil topadigan xonadonimiz va bu yerda kattagina panoramli oynamiz ochish bemalol mana ochib, bunaqasiga xonadonimizga chiqib ketsanglar bo'ladi. Orqa hovlini ham ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Videoga like bosib qo'yinglar. Yaxshi niyatda mana shu videoni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga to'liq obzorini qilib ko'rsatamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, yaqin tanishlarga shu videolarni jo'natib qo'yinglar. Orqa hovlini ham ko'ryapsizlar. Bu yerda yozgi oshxona, bu yerda tapchalarni qo'yib qo'ysanglar, maza qilib oilaviy dam olib o'tirasizlar va bu yerda gazonlari ham juda ham chiroyli ekan. Общий umumiy yuvinish xonasi bo'lyapti. Endi biza nolovoy etajda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Endi mana xona olib ketdik. Endi qo'limiz bo'yicha uradigan bo'lsak, birinchi qavatda joylashgan ota-onalar uchun mo'ljallangan xonamiz bo'ladi. Ko'rayotganinglardek, bu ham kattagina, kenggina, bu yerda chiroyli kattagina oynamiz va bu yoq tarafimizda ham hovlimiz ichiga qaragan katta panoramli oynalar. Garderobga alohida e'tibor berib qo'yinglar, juda ham katta qilib qo'yilgan va bizani ota-onalar uchun mo'ljallangan xonaning ichida o'zini yuvinish xonasi bo'lyapti. Bu ham katta, keng, juda ham zo'r neoklassika holatida remontlari bo'lyapti. Qadrdon obunachilarimiz, xonadonimiz bilaman aniq yoqdi, narxiga lekin juda ham arziydi. Mirzo Ulug'bek tumani Shukur Burxonov ko'chasidan bo'lyapti. 3-2 sotuli 400 kvadratli neoklassika holatida remontlardan chiqqan juda ham zo'r, shikarniy xonadonimiz. Zinamiz bo'yicha tushadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, katta, bu ham kenggina qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli. Basseynni qaranglar, basseynni. Voy. Inshaalloh shunaqa xonadonlarda tez kunlarda yashash, istiqomat qilish oilangiz bilan birgalikda nasib qilsin deb qolamiz. Endi bu basseynimizning ichida yuvinish xonasi bo'lyapti va bu yerda hojatxonasi bo'lyapti. Va o'zini sauna, basseyn, barcha sharoitlariga ega juda ham zo'r xonadonimiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Saunamizga ham alohida e'tibor berish kerak, juda ham zo'r. Endi bu yoq tarafimizda bizani
bitta kladovkamiz bo'lyapti va hovli taraflarimizga bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Bu yoqdan asosiy hovlimizga eshigiga chiqib ketiladi va orqa hovliga ham bemalol chiqib ketsak bo'ladi. Endi bo'ladigan bo'lsa, biz ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Birinchi qavatda joylashgan bitta xonamiz bor, farzandlar uchun mo'ljallangan xona. Ko'rayotganingizdek katta keng oynalari qoldirilgan shifti balandligiga e'tibor berib qo'yinglar. Birinchi qavatda общий hisoblaydigan bo'lsak, bitta xonamiz mavjud va bu yoqda kotelniy tizimlari, buller va juda ham zo'r ko'ryapsizlar, filtr sistemalari juda ham akkuratli ishlangan ekan. Bu yoq tarafimizda ham oynamiz qoldirilgan va bu yoq tarafimizda xonadonimizda sveti agar o'chib qoladigan bo'lsa, mahalla bo'yicha sizga ma'lum bir muddatga xonadonimizning svetlarini ushlab turadi va bemalol ishlaringizni qilib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ham barchasi o'rnatilgan juda ham zo'r xonadonimiz bo'lyapti. Endi biz ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz, zinamiz bo'ylab bizani kuzatishda davom etsanglar, ketqizgan vaqtingizga lekin arziydi xonadonimiz. Asal